Navbatdagi misol 48. Sirojiddinda 3 ta fizika va 2 ta matematika kitob bor. Matematika kitoblarni yonma-yon qilib necha xil usulda joylashtirish mumkin? Demak, jami 5 ta bor. 1, 2, 3, 4, 5 ta kitob. Matematika kitoblar yonma-yon mana. Matematika holatlarini sanaymiz. Mana birinchi ikkita matematika bilan boshlansa, mana birinchi ikkitasi matematika bilan boshlansa, qolgan 3 tasi fizika bilan boshlanadi. Ikkinchi holat, birinchisi fizika bilan boshlansa, 2, 3 matematika bilan boshlansa. Hop, uchinchi holat. Fizika, keyin matematika bo'lib, keyin yana fizika bo'lsa. To'rtinchi holat fizika, keyin oxirida matematika bo'lsa. Mana shunday 4 ta holatimiz bor ekan, yonma-yon joylashtirish bo'yicha. Xo'p, demak, buni yonma-yon joylashtirishimiz 2 bo'ladi. Buni yonma-yon joylashtiramiz esa 3 faktorial, ya'ni 6 ga teng. Mana bu 2, mana bu ham 2. Ya'ni 2 faktorial. Shunda 2 kar 6 12. Va 12 ni mana bunga endi qaraymiz. 2 kar 2 4 bo'ladi. Mana bu ham 2 ta, bu ham 2 ta, ya'ni 2 faktorial, bu ham 4 ta. Mana bu 3 faktorial 6, mana bu 2 faktorial 2 teng 12 ta. Demak, hammasi yig'indisi. Demak, jami 24, 8, 32. Demak, 32 xil ekan 48 ga. Adashmadikmi? Hozir 3 faktorial 6 ga teng. Matematika kitoblar yonma-yon. Bu yoqqa. Fizikalar almashsa 6 ta bo'ladi. Qo'shsak 24, 32. Mana shu joyda xato ketdik, chunki mana bu 2 bo'lmaydi. Nega? Chunki bular hammasi 3 ta holat bo'ladi, ya'ni hammasi 12 dan bo'ladi. Bu necha edi bu? 6. Mana bu bilan 6, ya'ni bu bilan bu ham 6. Ya'ni hammasi 12 tadan joylashadi, 12 xil usulda. Jamisi shunda 48 ta. Ya'ni C emas, to'g'ri javob 48 ga B variant. 48 ga 48 ekanda.